Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Rossiya 1-avgust kuni Kiyevga ballistik yog'dirdi. 10 ga yaqin qurbon. Ishlashni istamaganlar armiyada sinab ko'riladi. Lukashenko. Na Blatnoy qoladi, na o'zidan ketganlar. Saida Mirziyoyeva mas'ullarga qat'iy topshiriq berdi. Rossiya 1-avgust kuni Kiyevga ballistik yog'dirdi. 10 ga yaqin qurbon. Rossiya armiyasi 1-avgustga o'tar kechasi Ukraina poytaxti Kiyevga ballistik raketalar bilan hujum qildi. Hujum oqibatida kamida 9 kishi halok bo'ldi. Yana 23 nafar fuqaro turli darajada jarohat oldi. Qutqaruv xizmatlari vayronalarni tozalash va jabrlanganlarga yordam ko'rsatish ishlarini davom ettirmoqda. Kiyev shahri meri Vitaliy Klichkoning ma'lum qilishicha, tun davomida shaharda bir necha kuchli portlashlar sodir bo'lgan. U aholini havo hujumi xavfi saqlanayotgani sababli boshpanalarni tark etmaslikka chaqirgan. Kiyev shahar harbiy ma'muriyatining ma'lumotiga ko'ra, hujum oqibatida shaharning kamida 5 tumaniga zarar yetgan. Eng katta talafot Darnetskiy va Salaminskiy tumanlarida qayd etilgan. Salaminskiy tumanida 2 kishi halok bo'lgan, 8 nafar fuqaro, jumladan 2 nafar bola jarohat olgan. Manzillardan birida 5 qavatli turar joy binosining bir qismi qulab tushgan va yong'in kelib chiqqan. Yana bir hududda avtoturargohdagi avtomashinalar yongan. 3 nafar jabrlanuvchi shifoxonaga o'tkazilgan. Qutqaruvchilar yuqori qavatlarda qolib ketgan 35 nafar aholini evakuatsiya qilgan va yong'inlarni bartaraf etgan. Darnetskiy tumanida esa ma'muriy bino hamda noturar joy obyektlaridan birida vayronagarchilik va yong'inlar yuz bergan. Shuningdek, avtomashinalar yonib ketgan. Yaqin atrofdagi uy-joylarga ham zarar yetgan. Ushbu tumanda 7 kishi halok bo'lgan, 14 nafar fuqaro jarohat olgan. Ular orasida 2 nafar bola ham bor. Favqulodda xizmatlar yong'inlarni o'chirishga muvaffaq bo'lgan. Kiyev viloyatida ham Rossiya hujumi oqibatida sanoat korxonalaridan birida yong'in chiqqan. Viloyat harbiy ma'muriyati ma'lumotiga ko'ra, ushbu hodisada 2 kishi jarohat olgan. Hozirda qutqaruv va tezkor xizmatlar hujum oqibatlarini bartaraf etish, vayronalarni tozalash hamda jabrlanganlarga yordam ko'rsatish ishlarini davom ettirmoqda. Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. Ishlashni istamaganlar armiyada sinab ko'riladi. Lukashenko. Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko o'rim-yig'im mavsumida o'z vazifasini lozim darajada bajarmayotgan va mehnat intizomiga rioya qilmayotgan qishloq xo'jaligi xodimlarini harbiy xizmatga, aniqrog'i harbiy tarbiyaviy ishlarga yuborish haqidagi topshirig'ini izohladi. Lukashenko 30-yil kuni Brest viloyatiga amaliy tashrifi davomida bu qaror odamlarni qo'rqitish, ularni jazolash yoki armiya saflarini to'ldirish maqsadida qabul qilinmaganini aytdi. Bu kimnidir qo'rqitish yoki armiya saflarini to'ldirish uchun emas. Agar sen bu ishda ishlashni istamasang, seni boshqa ishda sinab ko'ramiz. Oddiy erkaklar va ayollar bajaradigan ishda, armiyada, dedi u. Belarus rahbarining ta'kidlashicha, bu chora odamlar ustidan masxara qilish yoki ularga nisbatan tazyiq o'tkazish emas, balki o'zini boshqa murakkab va jismoniy jihatdan og'ir ishda ko'rsatish imkoniyatidir. Lukashenko shuningdek, mamlakatda barcha darajalarda mehnat va texnologik intizom ta'minlansa, belarusliklar katta natijalarga erisha olishiga ishonch bildirdi. Uning so'zlarini Belarus davlat axborot agentligi Belta keltirgan. Qishloq xo'jaligida ishlaydigan, ammo mehnat intizomiga amal qilmaydigan xodimlarni armiyaga yuborish haqidagi topshiriqni Lukashenko 21-yil kuni bergan edi. O'shanda u ishlashni bilmaydiganlarning barchasini armiyaga va janubiy chegaraga yuborish kerak. O'rmonga, u yerga bizning yigitlarimiz, maxsus operatsiyalar kuchlari mening buyrug'im bilan Ukraina chegarasi bo'ylab joylashtirilgan degan edi. Lukashenko ma'muriyat rahbari Dmitriy Krutoy 22-yil kuni ushbu harbiy yig'inlar 2-3 oy davom etishini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Belarus rahbari hosilni yig'ib olish jarayonida eng qat'iy, safarbarlikka yaqin tartibni joriy etgan. Shu munosabat bilan ishda kamchilikka yo'l qo'ygan, intizomni buzgan, o'g'irlik qilgan, mast holda ishga chiqqan, dankasa va ishyoqmas xodimlarni Mudofaa vazirligi ixtiyoriga yuborish rejalashtirilgan. Dmitriy Krutoy bunday xodimlar uchun xizmat sharoitlari spartancha, ya'ni o'ta qattiq va qulayliklarsiz bo'lishini ta'kidladi.
Na blatnoy qoladi, na o'zidan ketganlar. Saida Mirziyoyeva mas'ullarga qat'iy topshiriq berdi. Toshkentda zamonaviy mahalla binolarini qurish bahonasida umumiy hovlilar, yashil hududlar va bolalar o'yin maydonchalari yo'q qilib yuborilayotgani jamoatchilikning haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Mirobod tumanidagi Lolazor mahallasida bo'lib, vaziyatni shaxsan o'rgandi va aholining noroziligiga sabab bo'layotgan holatlarga guvoh bo'ldi. Tashrif davomida mahalladagi yashil hududlar, aholi parvarishlagan yosh daraxtlar shafqatsizlarcha kesib tashlangani, bolalar maydonchasi va eski favvora o'rnida biznes markazi qurish rejalashtirilgani aniqlandi. Odamlar dod deganicha bor. Qurilishlar tufayli poytaxtdagi umumiy hovlilar, o'yin va sport maydonchalari tag-tugi bilan yo'q qilib yuborilyapti. Aholi foydalanishi uchun ajratilgan shahar hududlari ofis yoki turar joy binolarini qurishga mo'ljallanmagan. Ular o'z vazifasiga ko'ra xizmat qilish zarur, deb yozdi Saida Mirziyoyeva o'z Telegram kanalida. Ma'lum bo'lishicha, mazkur hududda qurilish ishlarini olib borayotgan shaxslarga nisbatan allaqachon jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Prezident administratsiyasi rahbari aholining bo'sh yerlarini ataylab tashlandi holatga keltirib, so'ng egallanayotganda norozilik bildirdi. Bu nima degan gap? Jinoyat-ku bu. Bular o'rganib olibdi-da. Birinchi bu yerga qarashadi, keyin tashlandiqqa aylantirishadi, so'ng daraxtlarni kesib yo'qotishadi-da betonlashadi. Oddiy odamlar bu ishni qila olmaydi. Quturgan, o'zidan ketgan blatnoylar bu ishni qiladi, deya ta'kidladi Saida Mirziyoyeva. Prezident administratsiyasi rahbari poytaxt prokurori Anvar Urmonov va boshqa mas'ullarga shahar bo'ylab qattiq nazorat o'rnatishni vazifa qilib qo'ydi. Uning ta'kidlashicha, qurilishlar ortida turgan ta'sirli kuchlar kim bo'lishidan qat'iy nazar qonun ustuvorligi ta'minlanadi. Bosh prokuratura butun Toshkent shahri bo'yicha bunday obyektlarni to'liq inventarizatsiyadan o'tkazadi. Qurilish uchun berilgan ruxsatnomalarning qonuniyligi, shaharsozlik me'yorlari va aholi huquqlariga qay darajada rioya qilinganini tekshirish shart. Agar qonunbuzarlik holatlari aniqlansa, mas'ul shaxslarga nisbatan murosasiz jazo choralari ko'riladi. Aybdorlar kerak bo'lsa hatto ozodlikdan mahrum etiladi, dedi Mirziyoyeva. 30-iyul kuni Toshkent shahri Mirobod tumanidagi Lolazor mahallasi fuqarosi Anatoliy Osipov gazeta nashriga 3 yil davomida o'z qo'llari bilan parvarishlagan yosh daraxtlari obodonlashtirish xizmati xodimlari tomonidan 1 soat ichida tag-tugi bilan chopib tashlangandan shikoyat qilib murojaat yo'llagan. Ma'lum bo'lishicha, fuqaro 3 yil muqaddam tuman hokimligi tarqatgan ko'chatlarni ekib, ular qurib qolmasligi uchun tunlari sug'orib kelgan. Biroq 27-iyul kuni obodonlashtirish xodimlari hech qanday ko'rsatmasiz barcha nihollarni nobud qilgan. Ekopolitsiya voqea joyida bo'lib surishtiruv ishlarini olib borayotgani va vaziyatga huquqiy baho berilishini ma'lum qilgan.